telefon qarayman, faqatgina dars qilaman. A'lo baholarga o'qiyman endi har doim. Shu telefon hammani buzyapti-da. Oyi, yakshanba kuni o'rtog'im uyiga yotishga borsam bo'ladimi? Mayli, qizim, boraver. Mayli, boraver. Qachon ruxsat berdim men senga? Yo'q, bormaysan, uyda o'tir. Qiz bo'ladigan uyda ishlarni qilib o'tirish kerak. Nima qilsan birov uyda? Diqqat. Hurmatli oila a'zolari, oshxona yopildi. Takrorlayman, oshxona yopildi. Ertalabki soat 6:00 gacha meni bezovta qilmang. Xonam yig'ishtiraman. Ha, yaxshi. Tez bo'l. Yana bormi? Boru, lekin aytib qo'yay. 8ni zo'rg'a bitirgan. Mayli, chaqir. O Nazira. Choy olib kel. Choy, muncha ko'p choy ichishadi bular. Shunday o'jar, shunday qaysarki, 8ni bitirdi-yu, o'qimayman deb turib oldi. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. O'qisin, tashvishini qilmay qo'yqa. Bu yog'ini meni maktabimda o'qiydi. Bo'lmay ketsam, qizgina bo'lmay ket. Men senga nima deb ketgandim ketishimda? Kiyganim chamman ishlarni qilib qo'y deganmidim, a? Shu tavchigan ustagi belgilanchidan beri e'tibor bermagan ekan-da. Qiziq, bu tikilganmi yo yopishtirilganmi? Biqinlarini qanday qilgan ekan-a? Yursang oyog'ingga yuradi, yengilgina-ya.